Qo'l panja suyaklari. Qo'l panja suyaklari demak aynan mana bu radius hamda ulnaning pastki sohalar hammasi panja suyaklari deb yuritiladi. Xo'p, demak panja suyaklari ham o'z navbatida 3 guruhga bo'linadi. 3 guruh. Ya'ni birinchisi mana bu soha, ikkinchisi mana bu soha, uchinchisi mana bu soha. Xo'p, birinchi guruh bizda ossa carpalis. Ossa carpalis. Kaft usti suyaklari bo'ladi. Ya'ni kaft usti suyaklari jami 8 ta bo'ladi. Hamda undan keyingi guruh bizda ossa metacarpalis. Metacarpalis. Ya'ni bular endi kaft suyaklari. Jami 5 ta. Shu 3 4 5. Xo'p, keyingisi demak ossa digitorum. Ossa digitorum, ya'ni barmoq suyaklari bo'ladi. Xo'p, demak bu guruhlarda gaplashib o'tdik. Xo'p, endi demak ossa carpalisni to'xtalib o'tamiz. Ossa carpalis, ya'ni kaft usti suyaklari jami 8 ta bo'ladi va ularni yana 2 qatorga bo'lamiz. Ya'ni proksimal qatorda shunday yozaylik. Proksimal guruhi hamda distal guruhi. Xo'p, demak proksimal guruhida biz kaftni ichki kaft bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kaftni ichki sohasi bu. Ichki sohasini ya'ni bosh barmoq tomonidan sanab ketamiz. Demak, birinchisi bu bizda mana shu yirik suyaklardan biri. Shular ichida yiriklardan biri bu qayiqsimon suyak. Ya'ni proksimal qatordagi birinchisi os scaphoideum. Os scaphoideum. Undan keyingisi demak lateral tomonga yo'nalyapmiz. Medial tomonga yo'nalyapmiz. Medial tomonga, ya'ni undan keyingisi demak bu bizda oysimon. Oysimon, ya'ni ikkinchisi lunatum. Os lunatum. Oysimon suyak. Va undan keyingisi bizda uchburchaksimon suyak bo'ladi. Os triquetrum. Triquetrum. Hamda bizda 4-chi suyak, ya'ni aynan mana shu triquetrum suyagini, ya'ni uchburchaksimon suyagini ustki qismida demak kichkinagina suyakcha, ya'ni no'xatsimon suyak. Os pisiformis bo'ladi. Xo'p, demak bular bizda proksimal qator guruh karpal suyaklari bo'lsa, endi distal qator. Distal qatorda ham aynan kaft bosh barmoq tomonidan sanab boramiz va buni ko'rsatib boramiz. Shuna qulay bo'ladi va shunda demak mana scaphoideum suyagini, ya'ni qayiqsimon suyagini pastki qismida, ya'ni distal tomonida bizda demak trapetsiya suyagi bo'ladi. Bu demak 5-inchisi yozaylik. Demak os trapezium. Os trapezium. Hamda undan keyingisi bizda 6-inchisi bo'ladi trapetsiyasimon. Os trapezoideum. Ya'ni biz e'tibor beramiz, birinchisi trapetsiya suyagi, ikkinchisi trapetsiya simon suyak, ideum. Demak, os trapezium hamda os trapezoideum. Keyingisi bizda 7-inchisi bo'ladi. Aynan bosh simon suyak, ya'ni bosh suyagi, os capitatum. Os capitatum. Hamda keyingisi bizda bo'ladi 8-inchisi aynan mana bu yerda ilmoqli suyak bor. Aynan ilmoqsimon suyak. Ilmoqli suyak os hamatum bor. Os hamatum. Hamatum. Demak, bu suyakni o'zida mana bu yerda shunaqa o'simtasi bor. Ilmog'i deyiladi, hamulus. Hamulus osis hamatum deyiladi. Xo'p, demak bu bizda karpal suyaklarida 8 tasi edi. Va bularni bir boshdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, proksimal qatorda birinchisi bosh barmoq tomonidan sanaganimizda birinchisi os scaphoideum, keyingisi bizda os lunatum, keyingisi os triquetrum, hamda mana bu triquetrumning ustida kichkinagina os pisiformis bo'ladi. No'xatsimon suyak. Hamda distal qatorda yana shu tomondan ketadigan bo'lsak, birinchisi demak trapezium, os trapezium, ikkinchisi os trapezoideum, trapeziya trapetsiyasimon, hamda capitatum, hamda
hamatun so'ylari bo'ladi. Xo'p, azizlar, endi bizda bu karpat so'ylar, ya'ni kaft usti so'ylari 8 dona bo'lib, aynan mana bu yerda raddiy bilan demak bo'g'im hosil qiladi. Aynan panjani shu qo'lni o'sha bilak suyagi bilan biriktirish uchun. Xo'p, demak, bizda keyingi so'ylar guruhi bizda metakarpal, ya'ni kaft suyaklari. Bular kaft usti edi, bular endi kaft so'ylar. Kaft suyaklari bizda 5 dona xolos. Aynan bosh barmoq tomonidan sanaganimizda birinchisi metakarpal 1, metakarpal 2, 3, 4 hamda 5-chi metakarpal suyaklar bo'ladi. Aynan mana shu suyak. Bularning ham o'zini qismlari bor. Buni mana bu digitorimlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz, chunki o'xshash bo'ladi. Xo'p, endi demak, bizda metakarpal suyaklar orqa tomondan yoki proksimal tomondan metakarpal suyaklari bilan, distal tomondan esa barmoq suyaklari bilan o'zaro bo'g'im hosil qiladi. Xo'p, demak, endi biz digitorum suyaklariga o'tdik. O'ssa digitorum, ya'ni barmoq suyaklari bizda soni aynan mana bu 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi barmoqlarda 3 tadan, bosh barmoqda esa 2 ta bo'ladi. Endi barmoqlarda raqamlanishi bor. Aynan birinchi barmoq u doim bosh barmoq bo'ladi. Shuning uchun 1. Keyin shunga ketaveradi. Ko'rsatkich barmoq 2, o'rta barmoq 3, nomsiz barmoq 4 bo'ladi hamda jimjiloq 5-chi barmoq bo'ladi. Shuningdek, shunday ketadi. Endi demak, jami soni bizda 12, 13, 14 ta bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda jami 3 qatordan bo'lganligi uchun bu yerda savol tug'iladiki, aynan qanday farqlaymiz? Shuni inobatga olib bizda 3 qator qilib nomlanadi. Ya'ni birinchi proksimal qatori bizda mana bu qism, hamda oxirgi distal qismi. Demak, birinchi qismi proksimali, demak proksimal barmoq suyaklari. Proksimal o'rtada esa intermediate va distal qismi bizda distal deyiladi. Ya'ni distal barmoq suyaklari. Ossa digitorum distalis, ossa digitorum proximalis, ossa digitorum intermediate. Va bosh barmoqniki esa bizda o'z navbatida proksimal hamda distal bo'lib qolaveradi. Intermediate bo'lmaydi. Demak, bularda 3 ta, bosh barmoqda 2 tadan bo'ladi barmoq suyaklari. Xo'p, endi ularning tuzilishi, umumiy metakarpal hamda barmoq suyaklarining umumiy tuzilishi aynan shakli deyarli bir xil turibdi. Shuning uchun bitta namuna chizaylik. Demak, bizda shunday ko'ramiz, ya'ni bitta demak hammasi uchun taalluqli bo'laveradi. Xo'p, bunda aynan bittani olib bunday ko'radigan bo'lsak, buni tuzilmalari. Birinchi proksimal qismi bizda mana bu qism bizda bazis deyiladi. Bazis, ya'ni asosi. Mana bu tana qismi, ya'ni korpus. Hamda distal qismi bizda mana bu qism aynan kaput deyiladi. Ya'ni bosh qismi. Demak, har birida shu tuzilmalar bo'ladi. Bazis, korpus, kaput. Ya'ni mana bu yerda masalan mana ikkinchi metakarpal suyakda ham bazis, korpus, kaput. Barmoq suyaklarida ham xuddi shunaqa bazis, korpus, kaput. Bazis, korpus, kaput. Xuddi shunaqa ketaveradi. Tuzilmalari shu. Faqatgina bizda ossa digitorum distalisda birozgina farqi bor. Aynan uchki qismida uni mana bu demak, uchki qismida bizda mana bunaqa g'adir-budurligi bor. Bu bizda tuberositas deyiladi. Tuberositas. Demak, g'adir-budurlik tirnoqniki bu. Demak, tirnoq izi bo'ladi shunaqa g'adir-budurligi. Xo'p, asosiy tuzilmalar shu.